sog'ingan joyimiz. Assalomu alaykum aziz asruvchilar. Mana daryoga ham yetib keldik. Chinoz ekologiya xodimlari bilan, akalarimiz bilan tashrif buyurishga kelishganiga katta rahmat. Hozir chiroyli darajada yarmini shu Sirdaryoga qo'yib yuboramiz va qolganini o'sha yuqorida aytilgan joylarga olib boramiz. Sherali aka, mana baliqchilarga hozir taqdim kunlardamiz. Ancha bu effekt beryapti degan umiddaman. Suv havzasi bor, Nazoratli bo'lyapti. nazoratlar bo'lyapti. Ovchilarga tushuntirish ishlari olib borilyapti, tushuntirishlar berilyapti. Hozir taxt ochilgandan keyin davom etish haqida muntazam ravishda Biz mana baraka topsin, hamma ovchilarimiz hozir albatta qonunlarga rioya qilyapmiz. Mana daryoni bo'yi hech kim yo'q, top-toza. Va albatta balig'ni ham ko'payishiga, tabiatimizni mana bunaqa holatlarga kelishiga sababchi bo'ladi. Hamma ovchilarga halol darajada o'q qilish nasib qilsin iloyim. Hamma ovchilarga halol deganimiz endi o'zimiz bilamiz. Chiroyli qilib sport yo'nalishidagi qalmolardan foydalanib, maxsus qalmolardan foydalangan holatda o'qsu, albatta tabiatimizdagi mana bu suvdagi daryodagi balig'larga ham hech shikast yetkazmaymiz. Boshlaymiz. Rahmat. 2026-yil 21-aprel kuni Chinoz tumani markaziy musiqiy hududida oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosini qirg'og'ida turibmiz. Mana ko'ngilli fuqarolar tomonidan mana chog'lantirish holati amalga oshirilmoqda. Ularga katta rahmat. Ko'ngilli ishtirok etishyapti. Mana bugun Sog'ora baloni chavoqchilarni qo'yib yuboramiz. Ovchiligini nima deymiz? Ona tabiatni asraymiz. Janovorlar mana orzu kutilgan kunlar. Birinchisini boshladik solishni. Asrlovchi Doniyor mana boshlanishini. Mana navbatdagi olib kelyapsiz. Anvar akam ket. Mana. Mana so'raganlar. Mana maşallah mana jonivor daryoga tegishligini oxirgi qopimiz, qolganini o'sha yuqoridagi nazarga. Bismillahirrohmanirrohim. Robbil alamin. Yetkazganingga, ko'rsatganingga cheksiz darajada shukronamizni qabul qilgin. Ovchilar jamoasidan tashkil topilgan mana bu xayriyani umumiy mukofotini ajr savoblaridan barcha ovchilarimizga taqsimlab bergan. Ona diyorimiz, ona yurtimizni panohingda asragin. Barcha ovchilarimizga halol o'q qilmoqlikni nasib etgin. Barcha ishtirokchilarimizga ham kattakon rahmat. Alloh o'zing barchalarimizni ajr savoblaridan mukofotlagin. Mana bu ekologiya xodimlari, barcha akalarimiz, barcha ustozlarimizni ishlariga rivoj bergin. Kuch-quvvat, matonat, mustahkam iroda bergin. Qalblarimizga tabiatimizni sevishlikni, tabiatimizga bo'lgan mehrni, muhabbatni ziyoda qilgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar va adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika arhamar rohimin.